Mana yangi, eski mana. Voy jonim. O'tirib olib endi avzul qilyapsiz mana aka. Mana yangiligini ham bilib qo'yaver. Lekin bu tarafi mana yangilik aka. Endi hali zavodda qo'yiladiganidan emas u. Lekin ishlaveradi. O'zi mana bu o'zinikini ichiga mana unisini to'kib turib, turba qo'yib, peredelka qilib, chiroyli qilib qo'ysa ham bo'ladi. Endi kimdir turba qo'ydiryapti. Kimdir turba ham qo'ydirmasdan shunisini to'kib tashab, haydab yuribdi. Kimdir mana bunaqasida yangi go'zal holatdagisida qo'yapti. Endi ko'pchilik aytayapti-da, katalizatorda aka o'zi nima foydasi bor mashinaga? Katalizatorning foydasi akalar o'zi birinchi o'rinda ekologiya uchun chiqarilgan. Sababi mana yonmasdan, endi teskarmachaga bo'lsa ham ko'rsataveraman. Motorning ichida yongan o't shu katalizatordan o'tadi. Naboda chola yonib, hali sifatsiz benzin quyib, hali birorta tikolarda qora tutab qoladi-ku karburator. Shu holatni oldini olish uchun, ekologiya uchun aslida bu qo'yilgan. Filtrlab, top-toza qilib chiqarish uchun qo'yilgan narsa. Endi bizning muhitda sraz gaz qo'yamiz. Shuni hisobiga juda ko'pida shunaqa erishlar, oqishlar bo'ladi. Erib ketsa nima bo'ladi? Erib ketsa motorning ichidan yonib chiqayotgan o't 100% o'tmaydi, hali burningizga paxta tiqib qo'yganini singaricha dimlanadi. Shuni hisobiga galovka prikladka quyishiga, klapin quyishiga, shunaqa holatlarga jicha hissasini qo'shib qo'yadi akalar. Bir strashniy, bir vahimali kasallik emas. Kuzatishda davom etib, like bosib tursanglar bo'ladi. Mana farqi, holati.